Assalomu alaykum hammaga. Mana biz Nemancha hududida o'z ishlarimizni boshladik. Bizda mana panjaralar, lazerli panjaralar mana eng zamonaviy usulda qilinyapti. Baquvvat qilingan qo'rilar mana. Bizda lazer xizmati, naveslar, temir bilan bog'liq hamma turlarga kerak bo'lsa, nima xohlasini tayyorlab beriladi bu yerda. Kimga lazer xizmati kerak bo'lsa, mana lazer xizmatimiz bor. Xohlagan turlaringda, xohlagan gullaringda temirlarni kesib beriladi. Darvozaga deysizmi, naveslar deysizlarmi? Barcha hamma turlarga temirni kesib, gulni chizib beriladi. Lokatsiyani ko'rsatib o'taman hozir. Lokatsiyamiz Nemancha hududida. Bu tarafdan kelsalar Nemancha avtoturargoh joyi, avtostansiya deyiladi. Bu tarafdan kelish Sho'xoy Qo'shko'prik tomonidan kelish, bu tomondan kelsalar Ingichka tomonidan kelish. Xullas, nimani ko'rsatish xonani? Mana profillar deysizlarmi? Turba hamma yo'q yerda bor. Bu tomonda metallama olish xizmati, bu tomonda yana svarishlar, bu bekib turgan boksda yana svarishlar, profillar, bugunlik temir turda hamma narsalar bor. Qasddan nomerlar qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar.